Baklashkalar davri keldi. Hozir shunda biz Germaniyada asosan odamlar baklashkaga ham kun kechirishadi. Sabab nimaga? Buni qaytadan topshirib, o'rniga narsa sotib olsa bo'ladi, mumkin. O'zbekistonda u narsa mumkin, uni kamroq, ozroq. Bu yoqda har bitta baklashka 25 sentdan beriladi. Bu narsani ko'pchilik Germaniya mendan oldin dinozavrlar davridan beri yashab turganlar ham aytishgan. Bizga nimani ko'rsatmoqchimiz? Til kursiga kelgan talabalar mana shu narsalar orqali nimalar sotib olishadi, nimalar yeyishadi, o'sha narsani ko'rsatib bermoqchimiz. Shu. Ketdik. Hozir biz Kaufland degan juda katta supermarketga keldik. O'sha yerda asosan bozorlik qilamiz. Sabab nimaga? Arzonroq. Lekin Netto bilan Lidl bundan ham arzon. Bizda baklashkalar topshiradigan joy asosan bu yoqda hisoblanadi. Mana shu apparat orqali topshirib, pul emas, chek beriladi. O'sha chek pulga ham o'tadi. Hozir biz topshiramiz. Sizlarga keyin oxirgi narxini ko'rsatamiz. Hozir mana shu topshirib bo'ldik. Narxini ko'rasiz o'zlaring. 7 euro bo'ldi. Hozir 7 euro ham, lekin bu yoq uchun yaxshigina summa hisoblanadi. Topshirib olamiz. Bosamiz, qarabsiz bizga chek beradi. Mana shu chek orqali oxirida bizga skidka 7 euro minus qilib beradi olgan narsalarimizdan. Mana endi bozorlik qilamiz, ketdik. Mana 7 euro 7 euro bo'lgan bo'lsa, 7 euro 28 ta baklashka bo'ldi. 28 ta baklashkamiz 7 euro. Bu degan pashti 100 ming so'm bo'lyapti. O'zbekistonda 100 ming so'm qanday bo'ladi, yo'q, unisini bilmadim. Video olish mumkin emas edi, biz yashirincha olyapmiz. Shunga ham rahmat deysanglar deb o'ylab qolamiz. Bizda yog' kerak emas. Yog' shart emas, meva olmaymiz, chunki mevalarimiz bor. Yo'lda chirib kelyapti. Bu yoqda asosan hamma o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadi. Shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Chek beramiz, narxi solamiz va ketamiz. Tamom, ketdik. Biz asosan hozir sog'lom turmush tarziga o'tganmiz. Kerakli narsalar olmaymiz, faqat kerakli narsalar. Tvorog, keyin kaloriyasi yaxshiroq, yog'li narsalar, kam narsalar olishga harakat qilyapmiz. Shunday. Hamma narsa bor, lekin ko'p narsalar halol emas. Go'sht yo boshqa mahsulotlar, halol narsalar turklarnikidan olamiz, ularni ham ko'rsatib beramiz sizlarga. Bu yoqdan sizga kerakli narsalar olamiz. Bo'ldi. Olyapsan? Tvorog olamiz. Biz asosan ertalabki yetadi, keyin yana kelib turib ketamiz. Esim chiqibdi, lekin mana kechgani bor. Narxi 10.31. O'zi asli narxi 17.31 edi. 7 euro minus qildi. Bu degan 7 euro plusdamiz. 17 euro nimalar oldik? Kel, yaqinroq kel. Non oldik, pomidor, keyin ikkita makaron, kartoshka, piyoz, keyin tvorog. Tvorog sal qimmatroq, 3 eurodan shunaqa. Qolgan narsalarimiz arzon. Qolgan narsa nimaga olmadik? Meva nimaga olmadik? Misol uchun, shirinlik nimaga olmadik? Shirinlik chiqarib tashlaganmiz, hayotimizda iloji boricha kamyapmiz. Meva uyimizda borligi uchun olmadik. O'sha narsa ko'rsatmang. Keyin safar yana videoga olish o'zi mumkin emas ekan. Yashib oldik, iloji boricha. Kelasi safar video qilib chiqaraman, poli narxlari bilan, unisini Raven'ni olaman, bilintirmay, o'shani poli narxlarini ko'rsataman. Keyin videoni kutib qolinglar faqat. Bo'ldi. Hamma bozorlar qilib bo'ldik. Endi sekin uyga qaytamiz. Uyga avtobus qaytmagan sababi Kaufland uyimizga yaqin. 10 minutlikmi peshkom yo'l hisoblanadi. Avtobusga kelsak bo'ladi, ikkita stansiya. Ko'proq biz peshkom yurishni yoqtiramiz. O'shaning uchun peshkom borib kelib yuramiz. Keyin safar qaysi magazin sizlarga muhimroq narxlari yo olish kerak, iloji boricha olishga harakat qilamiz. Noqonuniy bo'lsa ham. O'sha narsani kommentga yozdiringlar. Lidl, Netto, Yedeka yo undan tashqari boshqa magazinlar bor, Teddy, o'shalar qaysilar qiziq bo'lsa o'sha narsani so'rab qolsanglar, iloji boricha video chiqishga harakat qilamiz.